Hojiboy Tojiboyev aytganlaridek O'zbekistonda traktor haydovchilariga qizini berishsa, Germaniyada shpargel teruvchiligi uyini to'g'risidan joy berishadi. Qachon pishadi jonon? Bir soatda pishadi. Gap desa qop-qop Germaniyalik sochchi Manheimdan topib turib, shpargellarimizni tozalab, tuz, 50 gram sariyog' va suvimizni solib, 15-20 minutga qaynatishga olib qo'ydim. Adajonimizga makaronni yoqtirmaganlar uchun kartoshkamizni chips holatida 15-20 minutga qaynatib oldim. Ungacha shpargellarimiz ham pishib oldi. Ejani emislashib ketmaylik deb go'shtimizni ham qovurib, yumshoqqina qilib pishirib oldim. Ana endi eng qiziqarli joyi sousiga yetib keldik. 50 gram sariyog'ga 2 qoshiq unni solib aralashtirib olamiz. 200 gram qaymoq, 100 gram sut solib, venchik yordamida tinmasdan aralashtiramiz. Tuz, chesnochniy priprava, peterzilia va 100 gram mozzarella sirini solib 2 minut qaynatib olamiz. Duxovkaga qo'ysa bo'ladigan idishimizga olivkovoy masladan surib olamiz. Tayyorlab olgan sirli sousimizni bir qavat qilib surib olamiz. Ustidan pishirib olgan kartoshkalarimizni solib olib, qoshiq yordamida tekislab olamiz. Kartoshkalarimizga ozgina tuz sepib, go'shtlarimizni yoyib chiqamiz. Shpargellarimizni ham taxlab, ustidan mazali bo'lgan sousimizni surib chiqamiz. Bu mozzarella siri bilan yana ham mazali bo'ladi deb, ustiga sepib, duxovkaga 5 minutga jo'natamiz. Bunaqangi mazali bo'lgan shpargelni sizlar ham tayyorlab ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Retseptim yoqqan bo'lsa, germaniyalik sochga like va podpiska bosib qo'yinglar.